Judayam mazali bo'lgan vlajniy, sutli va sariyog'li biskvitimiz tayyor. Fistashkoviy biskvit. Hozir esa ustiga fistashkoviy krem bilan surib chiqamiz. Fistashka, shokolad va vaflidan qilingan xrustyashli sloy solamiz va ustidan shokoladniy muz solamiz. Ustidan judayam mazali bo'lgan shokoladniy muz qo'yamiz. Fistashkadan tayyorlangan fistashkoviy kremyu bu judayam boshqacha mazza beradi tortga. Yana ham mazali bo'lishi uchun fistashka bilan malinali sloy judayam zo'r chiqishadi. Malinali sloy qilib oxirgi etapini qo'yamiz. Malinali nachinkamiz judayam mazali bo'lishini eng katta sekreti. Malinali pureni отборный malinadan tayyorlaymiz. Bez kostichkalarisiz bo'ladi, judayam mazali bo'ladi. Mazali biskvitimizning yana bitta sekreti bu sut bilan propitka qilamiz. Bu juda ham boshqacha mazali bo'ladi. Tortimiz stabil holatga keldi. Endi bunga oval forma beramiz. Mana hozir kesib oldik. Ichidagi nachinkasi. Bu yerda fistashka, malina va shokolad. Endi tortni dekor qismiga o'tamiz. Uni lambet stilida bezatamiz. Kremimiz shokoladdan tayyorlangan.